Assalomu alaykum hurmatli huzur ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı 13 yanvar məxsus çağırıqnamə elan qılıb, hər qaysı əllərdə fəaliyyət elib beriyotqan Uyghur təşkilatlarını, siyasi fəaliyyətçilərimizni və avam xalqımızını Beijing irqi qırğınçılıq olimpiki başlanadigan 4 fevral günü özləri turuşluq dövlətlərdə həm Beijing qışlıq olimpik yığınını boyqut qilish, həm də Gulji qırğınçılığının 25-ci illigini xatırlash münasibəti bilan bir tutaş halda keng ko'lamlik norozilik fəaliyyətlərini uyushtirishga chaqirdi. Çağırıqnamədə aynan mundaq deyilgan: Dünyanın hər qaysı joylarida yaşayotgan Sharq Turkistonlik aziz qeyrindoshlar, ko'plagan demokratik ellərning o'xshamagan shaklda boyqut qilishiga, shundaqla xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchlik noroziligiga uchrab kelgan 2022-yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki 4 fevral kuni boshlanish oldida turmoqda. Yana bir tarafdan Beijing qishliq olimpikining 2-kuni bo'lsa 1997-yili yuz bergan 5 fevral Gulji qirg'inchiligining 25-yillik xotira kunidan iborat. Shuning uchun Dünya Uyg'ur Qurultayı har qaysi ellərdə fəaliyyət elib beriyotgan bütün təşkilatlarımızı, siyasi fəaliyyətçilərimizni və avam xalqımızı Beijing irqi qırğınçılıq olimpiki başlanadigan 4 fevral günü özləri turuşluq dövlətlərdə həm Beijing qışlıq olimpik yığınını boyqut qilish, həm də Gulji qırğınçılığının 25-ci illigini xatırlash münasibəti bilan bir tutaş halda keng ko'lamlik norozilik fəaliyyətlərini uyushtirishga chaqirdi. Aziz qeyrindoshlar, chet ellardagi har qaysi tashkilotlarimizning, fidokor siyosiy faoliyatchilarimizning va jasur xalqimizning 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon dunyo miqyosida 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boyqut qilish maqsadida tinimsiz elib berayotgan norozilik harakatlari natijasida bugun Beijing qishliq olimpikini boyqut qilish harakati xalqaro zo'r bir harakatga aylandi. Xalqaro sahnalarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan Beijing qishliq olimpiki birga talaffuz qilinadigan holga keldi. Dünya Uyg'ur Qurultayı, Tibet və başqa kishilik huquq təşkilatları tərəfindən bundan 2 yil burun qurub çıxılğan 2022-yillik Beijing qışlıq olimpikini boyqut qilish ittifaqıga qatnaşqan xalqaralıq təşkilatlarning soni uzluksiz ko'payib, bugun 200 dan eshib ketdi. Beijing qışlıq olimpikini dunyo miqyosida boyqut qilish harakati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining xalqaroda texmo yuqori pallaga ko'tarilishiga vasila bo'ldi. 4 fevral Beijingda boshlanadigan qishliq olimpik musobaqasini umumyuzlik yoki diplomatik boyqut qilish masalasi bugun kishilik huquq, demokratiya ham g'arb qimmat qarishi nuqtasidan g'arb davlatlari duch kelayotgan og'ir sinoqlarning biriga aylandi. Hozirga qadar Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Litva, Belgiya, Avstriya qatorliq bir qism davlatlar 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boyqut qilgan yoki turli sabablar bilan bu musobaqaga davlat rahbarlarini qatnashtirmaydiganligini e'lon qildi. Dunyoga tonilgan chet ellik ba'zi haqiqatparvar tanharakatchilarmi mardonalik bilan o'tirg'i chiqib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qattiq ayblashga boshladi. Mana bu natijalar chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning va fidokor xalqimizning issiq sovuqqa, yerish charchashga qaramay 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon uzluksiz elib berayotgan norozilik harakatlarining bevosita mas'ulidan iborat. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur Qurultayı bo'lish sifatimiz bilan har qaysi tashkilotlarimizga va fidokor jasur xalqimizga alohida minnatdorligimizni va hurmatimizni qayta izhor qilamiz. Aziz qeyrindoshlar, Gerçi 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boyqut qilish masalasida Xitoyga qarshi intayin kuchlik bir xalqaro besim shakllangan bo'lsa-mu, afsuski Xalqaro Olimpik Komiteti olimpikning ruhiga xilof holda 2022-yillik qishliq olimpik yig'inini Xitoydek zolim, diktator va fashist bir davlatda o'tkazish qaroridan aslo voz kechgani yo'q. Yana nurg'un davlatlar aniq pozitsiya bildirishdan o'zini qochirayotgan yoki tavrinish ichida qolgan bir vaziyatda turmoqda. 2022-yillik Beijing qishliq olimpiyaga sponsor bo'lgan ko'plagan xalqaro shirkatlar va donliq markalarmi Xitoydan oladigan foyda manfaatlardan mehrini uzalagani yo'q. Shuning uchun har qaysi tashkilotlarimizdan, fidokor siyosiy faoliyatchilarimizdan va jasur xalqimizdan 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining ochilish murosimi o'tkaziladigan 4 fevral kuni yana bir qitim zo'r g'ayratga kelib, o'zlari turishliq davlatlarda keng ko'lamlik norozilik harakatlarini elib berish orqali Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boyqut qilish harakatini yuqori pallaga ko'tarishga chaqiramiz. Aziz qeyrindoshlar,
Hammamizga ma'lum bo'lganidek mustabid Xitoy hokimiyatining g'ulji yoshlari orasida futbol musobaqalarining o'tkazilishini, mashrab o'tkazishi va g'ulji xalqining an'anaviy tanharakat faoliyatlari bilan shug'ullanishini qattiq ma'ni qilishi 1997-yildagi 5-fevral g'ulji qirg'inchiligining maydoniga kelishiga sababchi bo'lgan asosli omillardan biri edi. Shuning uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi xalqaroning kuchli diqqatini jalb qilish maqsadida 5-fevral g'ulji qirg'inchiligining 25-yilligini xotirlash faoliyatlarini 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining ochilish murosimi o'tkaziladigan 4-fevral kuni dunyo miqyosida bir tutash holda elib beriladigan norozilik faoliyatlari bilan o'xshash kunda elib berishni qaror qildi. Har qaysi tashkilotlarimizni va muhojiratdagi qarindoshlarimizni mazkur chaqiriqimizga qizg'inlik bilan ovoz qo'shib, 4-fevraldagi norozilik harakatlariga aktivlik bilan ishtirok qilishga va bu orqali o'zlarining milliy, vijdoniy burchini ado qilishga dalolat qilamiz. Korona vabosi sababidan namoyish o'tkazish imkoniyati bo'lmagan davlatlardagi tashkilotlarimizni va siyosiy faoliyatchilarimizni axborot va bayonot e'lon qilish, munosabatli organlarga norozilik maktublarini yo'llash, tor muhokama yig'inlarini uyushtirish qatorliq shakllar bilan 4-fevraldagi norozilik harakatiga ovoz qo'shishga chaqiramiz. Hurmat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi. 12-yanvar kuni Xitoyga qarshi parlamentlar komiteti bilan Sharqiy Janubiy Osiyodagi bir qism kishilik huquq tashkilotlari tomonidan birlikda o'tkazilgan Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi, Xitoyning irqiy qirg'inchiligi, insoniyatga qarshi jinoyatlari va qiyin qistoqlari degan temadagi xalqaro muhokama yig'ini g'arb matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Shu kuni Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy vakillar o'miki buningga qarshi Xinjiangni qalaymaqon qilishga, Jongoni qoralashga uringan har qanday odam mag'lubiyatga mahkum degan mavzuda maxsus bayonot e'lon qilib, asosliq tig'i uchini yana Uyg'ur sud kollegiyasi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qaratdi. Uyg'ur sud kollegiyasining boshlovchisi Jeffrey Nice apandimning ichilish nutqi bilan boshlanib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandimning yepilish nutqi bilan muvaffaqiyatli oxirlashgan mazkur tor yig'iniga 28 davlatdan 30 dan ortiq yuqori darajali tadqiqotchi, 50 nafarga yaqin yuqori darajali hukumat amaldorlari va parlament a'zolari, shundaqli ko'plagan davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq vakillari taklif bilan qatnashdi. Uyg'ur sud kollegiyasining boshlovchisi Jeffrey Nice apandi ichili so'zi qilib, Uyg'ur sud kollegiyasi va uning 11 turli xizmat prinsipi haqida to'xtaldi. U Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi degan hukmi haqida to'xtalib mundoq dedi. Uyg'ur sud kollegiyasidagilar siyosiy faoliyatchi, ya'ni aktivist emas. Bizning ko'ngil biladiganimiz dalil isbotlar. Shuni aytib o'tayki, biz bu yerda jinoyat izdimadik. Biz dalil isbotlar ko'rsatayotgan haqiqatni izdidik. Biz duch kelgan masalalarning biri, biz necha qitim Xitoyning Uyg'ur sud kollegiyasiga qatnashishga taklif qildik. Ular qatnashishni rad qildi. Lekin ular naq maydonda bo'lmasimi, sud kollegiyamiz hech bir shaklda ularni nishonga olmadik. Ularni taklif qildik. O'zlari qatnashib, o'zining isbotlarini o'ttirga qo'ymadi. Bizning nishonimiz ularni qoralash emas, faqat o'ttirga chiqqan dalil isbotlarni ko'rsatish. Agar o'xshamagan davlatdan kelgan 9 kishi sizning davlatingizga qarshi o'xshash gap qilsa, siz qanday his qilasiz? Meningcha ular bu sudga qatnashish kerak edi, lekin ular qatnashmadi. Biz to'plagan dalil isbotlarga asosan hukm chiqardik. Qo'limizda bo'lmagan hech qanday isbotga tayanmadik. Jeffrey Nice apandi so'zini tamomlagandan keyin yig'inga qatnashgan har qaysi davlatlarning parlament a'zolari Jeffrey Nice apandidan Uyg'ur sud kollegiyasi va hukmi haqida savollarni so'radi. Uyg'ur sud kollegiyasini rasmiy sud emas deydigan inkoslarga qanday qaraydiganligini so'raganda, u mundaq dedi: "Biz albatta sud emas. Bu yaxshi tarafi. Bizning hech qanday huquqimiz yo'q. Lekin bizning kuchli yerimiz model shu yerda. Biz hech qanday bir hukumatni, parlamentni, sudni cho'ng ko'rmaymiz. Chunki ular mag'lub bo'lsa, biz hal qilishga tegishli bo'lgan ishlarni xohlagancha qila olamiz. Agar bizning qo'limizda muhim isbotlar bo'lib ko'rsatishga to'g'ri kelganda, hech ikkilanmay ko'rsata olamiz. Bu haqiqatan rasmiy sudning hukmidagina muhim. Bizning salohiyat ko'rsatadigan kiyimlarga, belgilarga ehtiyojimiz yo'q. Biz xalq. Bu bizning salohiyatimizdagi eng yorqin belgi." Jeffrey Nice apandi yana kollegiyaning hukmi to'g'risida savol so'ralganda, hukmning dalil isbotlar bilan chiqarilganligi va bu isbotlarning hukumatlarning har qaysi munosabatli tashkilot va organlarning ishlatishi uchun oshkora holda to'rbatga qo'yilganligini bildirgan. Shunga ijroiyatning kollegiyada emas hukumatlarda ishganligini ta'kidladi. Jeffrey Nice apandining javoblariga yig'in qatnashchilari qoyilligini bildirishdi. Haqiqat uchun ko'rsatgan tirishchanliklariga rahmat aytishdi.
Yig'in kun tartibi bo'yicha yig'inga qatnashgan har qaysi davlatlarning parlament a'zolari Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotdi. Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan bostirish siyosatlari insoniyatga qarshi jinoyat degan hukmiga nisbatan o'zi vakillik qilgan davlatlarning pozitsiyasi haqida ayrim to'xtaldi. Amerika Davlat Majlisi a'zosi Jeff Merkley mundaq dedi. Amerikada bizning xalqimiz Xinjiangda yuz berayotgan masalalarga diqqat qilyotdi. Hökumətdəki oxşamagan fikirdəki partiyalar Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Amerika hökuməti kelar oyda o'tkaziladigan Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boyqut qiladiganligini jakarladi. Yaqinda Biden hökuməti Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonunini imzoladi. Ya'ni qilishga tegishli nurg'un ishlar bor. Dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlarning Amerika hökumətiga o'xshash tadbirlarni olishni umid qilaman. Chunki ko'plagan hukumatlar o'xshash strategiyani qo'llanish uchun o'xshash kuch chiqarsak unumi texmo kuchlik bo'ladi. Yig'inga qatnashgan Angliya, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kanada, Belgiya va Janubiy Afrika qatorliq davlatlarning hukumat amaldorlari ayrim holda o'z davlatining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi amaliy harakatga o'tkazishga tirishadiganligini bildirishdi. Angliya parlamentida Uyg'ur masalasini anglitishda aktiv rol o'ynayotgan Angliya parlamentining a'zosi Nusrat G'ani xonim so'z qilib mundaq dedi. Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi mening hukumatimga o'zining rolini joriy qildirish uchun nihoyatda og'ir bisim qilyotdi. Irqiy qirg'inchilik yuz berayotganligi aniq bo'lgan mushundaq paytda Angliya buningga sal qarasa bo'lmaydi. Kelar payshanba kuni men parlamentda Angliya hukumatini bu masalada rolini joriy qildirishga chaqiriq qilaman. Angliya hukumatimi, Angliya xalqimi irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'urlarning yana majburiy amgakka selinayotganligini bilishi kerak. Bizning kiyim ishkoplarimizdagi nurg'un kiyimlar Uyg'ur majburiy amgaki orqali ishlab chiqarilgan. Xinjiangdan kirgiziladigan barliq mollar qora tizimlikka kirgizilishi kerak. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga chetishlik bo'lgan Xitoy amaldorlariga qarata jazo tadbiri yurgizilishi kerak. Uyg'ur sud kollegiyasi nihoyatda muhim isbotlar bilan ta'minlab qolmasdan, balki hukumatlar, shirkatlar va shaxslar inkor qilinmaydigan nihoyatda jiddiy bir qirg'inchilikning yuz berayotganligini po'latdek faktlar bilan o'ttirg'a qo'ydi. Mazkur yig'inga qatnashgan davlatlarning muhim amaldorlari fikr qatnashtirib, Xitoyning jinoyatlariga qarshi sukutda turmaydiganligini ifodalashdi. Yig'inning oxirida Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandi yepili so'z qildi. O Dunyo Uyg'ur qurultiyi va muhojiratdagi Uyg'urlar nomidan Uyg'ur sud kollegiyasining ko'rsatgan tirishchanliklariga rahmat etdi. U yana har qaysi hukumatlarni birlikda Uyg'ur sud kollegiyasi chiqargan hukm, to'plangan dalil isbotlar va xalqaro qonunlarga tayinib, Xitoyning jinoiy javobgarligini surishta qilishga chaqirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Uyghur Kişilik Hukuk Umumi Dokulatı ilan qilinish oldida turgan bir paytda chaqirilgan Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi, Xitoyning irqiy qirg'inchiligi, insoniyatga qarshi jinoyatlari va qiyin qistoqlari degan temadagi mazkur xalqaro muhokama yig'ini mustabid Xitoy hokimiyatini qattiq aloqzoda qildi. Shu kunila, ya'ni 12 yanvar kuni Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı'da turishliq doimiy vakillar o'miki buningga qarshi Xinjiangni qalaymaqon qilishga, Jongoni qaralashga o'rnagan har qanday odam mag'lubiyatga mahkum degan mavzuda maxsus bayonot e'lon qilib, asosliq tig' uchini yana Uyg'ur sud kollegiyasi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qaratdi. 13 yanvardan e'tiboran Xinhua agentligini o'z ichiga olgan Xitoyning asosliq axborot vositalarining hammasi Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı'da turishliq doimiy vakillar o'mikining mazkur bayonotini keng doirada bozorga silib tashviq qilishga boshladi. Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı'da doimiy turishliq vakillar o'mikining bayonotida aynan mundaq deyiladi. Atalmış Uyg'ur alohida soti sepi o'zidan Jongoga qarshi bo'lgunchi tashkilot bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Amerika, G'arbdagi Jongoga qarshi kuchlarning kontrolligi va yordami ostida bir bo'lik Jongoga qarshi unsurlarni yig'ib olib ig'vo tarqatadigan, aldamchilik qiladigan siyosiy qoraldir. Bu atalmış sotning hech qanday qonuniy salohiyati yo'q. Shundaqla u hech qanday ommaviy ishashga ega emas. U ochiq oshkora pul xashlab aldamchilarni setib olib, yolg'onni setib olib, yolg'on guvohlik bergizadigan bir o'yin. Sot va uning atalmış hukmi faqatli Jongoga qarshi kuchlarning o'zi rejissorlik qilib, o'zi rol elib chiqqan bir maydon dramadan iborat. Bu qonun va haqiqatga qilingan paskashlarcha haqoratdir. Aldanmagan har qanday odamni qaymoqtiranmaydi. Bu dramaning Birleşken Devletler Teşkilatı bilan hech qanday aloqasi yo'q. Balki Birleşken Devletler Teşkilatı va uningga a'zo barliq davlatlarning jazman qarshi turishi va boykot qilishiga uchrashi lozim. Mustabid Xitoy hokimiyatining bu darajadagi o'ktamligi va axloqsizligi yig'in qatnashuvchilarining kuchli g'azabini qo'zg'ab qolmay, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va g'arb matbuotlarining qattiq ayblashiga uchradi.
Ma'lum bo'lganidek Uyg'ur sud kollegiyasining tunji qitimliq isbot anglash yig'ini 2021 yili 6 oyning 4 kunidan 7 kunigacha. Ikkinchi qitimliq isbot anglash yig'ini 9 oyning 10 kunidan 13 kunigacha. Uchinchi qitimliq isbot anglash yig'ini 11 oyning 27 kuni o'tkazilgan bo'lib, bu 3 qitimliq isbot anglash yig'inidan keyin Uyg'ur sud kollegiyasi 12 oyning 9 kuni Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmlarga qarata irqiy qirg'inchilik hukmini chiqargan edi. Uyg'ur sud kollegiyasining bildirishicha bu 3 qitimliq isbot anglash yig'inida 70 dan ortiq guvohchi guvohlik bergan. 30 dan ortiq tadqiqotchi 10 ming soatdan ortiq vaqt sarf qilib, 500 dan ortiq shohidning qancha 10 ming betdan ortiq yozma bayonlarini tarjima va tadqiq qilib sudga topshirgan. Uyg'ur sud kollegiyasining irqiy qirg'inchilik hukmining Xitoyning peshonasiga besilgan bir qora tamg'i ekanligini ta'kidlagan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bu hukmning ta'sirining xalqaro kunsiri kuchayotganligini, shuning uchun Xitoyning bu hukmdan cho'chib, tipirlab o'ltiramay qolganligini alohida eskartib o'tdi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu 12 yanvar kuni Xitoyga qaratgan rasmiy ziyorati mezgilida Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan uchrashganda Uyg'urlar masalasi haqida muzokara olib borgan. Bu to'g'riliq xabarga Turkiya axborot vositalari o'rin berdi. Turkiya davlatlik xabar agentligi bo'lgan Anatoliya xabar agentligining 13 yanvar kunidagi xabarida ikki davlatning tashqi ishlar ministrlarining uchrashuvida Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishning imkoniyatlari, dunyo va rayon xarakterlik masalalar, bo'libmi Turkiyaning Uyg'ur turklari masalasiga bo'lgan ko'z qarashini va bu masalaga bo'lgan sezgurligini o'ttirg'a qo'yganligini yozgan. Turkiya axborotlaridagi xabarlarda Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu'nun bu qitimqi Xitoy ziyoratida Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan tijorat, iqtisodiy jihatdagi munosabatini qanday qilib kuchaytirish to'g'risida muzokara olib berilganligi yozilgan. Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu 12 yanvar kuni o'zining ijtimoiy taratquvisida Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganligini bildirgan. U bu vaqtdagi yozmasida ko'rishdi deyilgan mazmunlar haqida mundaq degan. Mazkur ko'rishda Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy hamkorlik imkoniyatlari haqida to'xtaldik. Kun tartibimizdagi masalalarga, bo'libmi Uyg'ur turklari masalasiga bo'lgan ko'z qarashimizni va bu masalaga bo'lgan sezgurligimizni o'ttirg'a qo'ydik. Ammo Turkiya Tashqi ishlar ministrligi hozirga qadar Mavlud Çavuşoğlu'nun bu qitim Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Uyg'urlar masalasi haqida konkret qaysi masalalarni o'ttirg'a qo'yganligi haqida aniq ma'lumot berilmadi. 2017 yildan bugunga qadar Turkiya Tashqi ishlar ministri 3 qitim, Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi 2 qitim, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 3 qitim, hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi bayonotchisi Ömer Çelik apandi 5 qitim bayonot berib, Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatini o'ttirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, afsuski Turkiya hukumati Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb rasmiy shaklda ayblab boqmadi. Xalqarodagi nopuzluq kishilik huquq organlaridan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 13 yanvar kuni o'zining 2022 yillik dunyo kishilik huquq dokladini e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qarata davomli insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini bildirgan. 764 betlik dokladda dunyoning o'tgan 1 yillik demokratiya va kishilik huquq taraqqiyoti, demokratiya va kishilik huquq duch kelgan xiristlar va dunyodagi 100 dan ortiq davlatlarning bu jihatdagi ahvoli yoritib berilgan. Xitoyning o'tgan 1 yillik kishilik huquq vaziyati, bo'libmi uning Sharq Turkistondagi siyosati haqida ayrim to'xtalib, Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turkiy musulmonlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligi, sodir qilingan ziyonkashliklar keng ko'lamda xohlagancha tutqun qilish, qiynash, majburiy g'oyib qilish, keng ko'lamlik nazorat, madaniyat va diniy ziyonkashlik, oilalarni ayirish, Xitoyga majburiy qaytarish, majburiy emgak, jinsiy zo'ravonlik va tug'ish huquqiga daxli tarz qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladiganligi ta'kidlangan. Bu mazkur xalqaro kishilik huquq organining tunji qitim Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini doklad shaklida hujjatlashtirishidir. Dokladda ko'rsatilishicha 2021 yili Sharq Turkistondan sirtqa tarqalgan xabarlar intayin cheklik bo'lib, doirlarning cheklashi sababli aslida uchur ilish va berish cheklik bo'lgan mazkur rayonda bu koronavirusi tufaylidan texmo qiyinlashgan. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining dokladida yana Turkiyaning Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysani kirgizmaganligi, Afg'onistondan tortib Marokashga qadar bo'lgan davlatlardagi Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilish andisida yashaydiganligi ta'kidlangan va ba'zi davlatlarning hukumatlari Xitoyning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishini qo'laylashtirish bilan ayblangan. Amerika bozorida setilayotgan bir qism tovarlarning Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin har qaysi parcha setish o'rinlarining bu tovarlarni o'z do'konlaridan shollashi ko'rilgan edi. Xitoy hukumati 13 yanvar kuni Beijingda axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, har qaysi savdo shirkatlarini Amerikadagi siyosiy yo'llar bilan birlikda bulg'anmaslikka da'vat qildi.
Xabarda aytilishicha, Xitoy hukumatı yaqinda Walmart şirketining, bo'libmi uning tarmoq shirkati bo'lgan Sam's Club shirkatining bir qism tovarlarni Sharq Turkistondagi majburiy emgakning mas'uli deb qarab, o'z do'konlaridan chiqarib o'tganligini uchiga chiqqan axloqsizlik deb ayblagan. Atalmış Uyg'ur Avtonom Rayonluq hukumatining bayonotchisi Shu Guishang muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, Intel shirkatini atalmış majburiy emgak haqida jar solgan. Ammo oradan uzun o'tmay iste'molchilarimizga bosh egdi. Tesla, Carrefour qatorliqlarmi davlatimizda zo'r olqishga erishyapti degan. Holbuki Shu Guishang alayida maqtagan bu shirkatlarning Xitoyga xushomat qilishi g'arb dunyosida qattiq ayblashlarga va tanqidlarga uchragan bo'lib, ularning aqalli savdo axloqini yo'qotganligi millionlarcha kishining nafratini qo'zg'agan. Amerika Kengash Palata a'zosi Marco Rubio ilgari keyin bo'lib Intel va Tesla shirkatlarining qilmishlarini fosh qilib ochiq bayonot e'lon qilgan hamda ularning insoniy vijdonini taroziga silib ko'rishga chaqirgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.